Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugun 70 kunda 70% to'plamning 47-mavzusini, ya'ni 47-temasini yechamiz. Birinchi so'rov. 120 gram suvda 40 gram tuz eritilganda hosil bo'lgan eritma massasini toping deb so'ragan. Demak, birinchisi bizda bor ekan 120 gram suv bor ekan. 120 gram suvga qo'shgan 40 gram tuz bor ekan. Tuz. Natijada hosil bo'lgan eritma. Eritma hosil bo'ladi. Demak, 120 40 ni qo'shатын bo'lsak, massa 60 gram deb beradi. Demak, birinchi savolning javobi C variant bo'ladi ekan. Demak, sinov belgilaymiz kerak bo'ladi. Endi buni men og'iz deb qo'ydim, so'zda belgilanib ketganda bergan. Endi ikkinchi savol. Ikkinchi savolda 240 gram suvda 240 gram suvga 20 gram tuz eritilganda hosil bo'lgan eritmaning massasini toping degan. Demak, bu yerda nima qilamiz? 240 gram suv bor ekan, bo'lgan 20 gram tuz eritilgan. Natijada paydo bo'ladi 260 gramlik eritma hosil bo'ladi. Javob ikkinikida C bo'ladi ekan. Endi 3 ni ko'ramiz. 3 da 80 gram suvda 24 gram tuz eritilganda hosil bo'lgan eritma massasini top degan. Demak, bu yerda 80 gram suv bor ekan, buni qo'shamiz 24 gram tuzni eritamiz. Mana suv bilan tuz qo'shiluv natijasida paydo bo'ladi. Tak, ikkovini qo'shатын bo'lsak, 104 gramlik eritma paydo bo'ladi ekan. Demak, 3-so'rovning javobi A variant bo'ladi ekan. A ni belgilaymiz kerak. Demak, 4-so'rov aytib bizlarga 170 gram suvda 50 gram tuz eritilganda hosil bo'lgan eritma massasini aniqlang degan. Demek 4 şişemiz 170 gram suv var ekan, 170 gram suvda qo'shamiz 50 gram tuz var ekan. Demek qo'shilgan tuz natijada paydo bo'ladi eritma. Eritma paydo bo'ladi. Demak, 170 ga bizlar qo'shsak 50 da 220 gramlik eritma paydo bo'ladi ekan. Demak, 4-so'rovning javobi D variant bo'ladi. 5-so'rov. 460 gram suvda 120 gram tuz eritilganda hosil bo'lgan eritma massasini toping degan. Demak, 460 gram bizda bor ekan. Suv bo'lgan qo'shilyapti 120 gram va tuz qo'shilyapti. Demak, ikkovini qo'shатын bo'lsak 580 gram degan eritma paydo bo'ladi ekan. Demak, eritmamizning massasi 580, B varianti belgilaymiz kerak ekan. 6-so'rov. 6-so'rovda 45 gram tuz 65 gram suvda eritilganda necha gram eritma hosil bo'ladi? Endi bu navrota. Birinchi tuzni berib, keyin suvni beryapti. Buning farqi yo'q. Demak, 45 gram tuz bor ekan, buni qo'shilyapti 65 gram suv. Natijada paydo bo'ladi 110 gramlik eritma paydo bo'ladi. Demak, javob C varianti belgilaymiz kerak bo'ladi ekan. Demak, 7-so'rov aytib bizlarga 7-so'rovda 135 gram tuz dedi 335 gram suvda eritilganda necha gram eritma hosil bo'ladi deb so'ragan. Demak, 7-so'rov bizlarga 135 gram tuz berilgan ekan. O 335 gram suvda
Natijada paydo bo'ladi 470 grammlik eritma hosil bo'ladi. Demak, shu S bo'ladi ekan. Keyingisi 8-savol. 350 gram tuz deydi. 45 gram suvda eritilganda necha gram eritma hosil bo'ladi deb so'ragan. Demak, 350 gram tuz bor ekan, o'g'an qo'samiz 450 gramlik suvni. Natijada paydo bo'ladi 8 gramlik eritma paydo bo'ladi. Demak, javob bu bo'ladi ekan. 9-so'rovimiz. 190 gram suvda deydi 340 gram 190 gram tuzga, 190 gram tuzga 340 gram suvda eritilganda necha gram eritma paydo bo'ladi deb so'ragan. Demak, biz 190 ni qo'shishimiz kerak ekan 340 gramlik suvga. Demak, natijada paydo bo'ladi 530 gramlik eritma paydo bo'ladi. Demak, javob C bo'ladi ekan bu yerda. Demak, 10-so'rov. 170 gram tuz deydi 550 gram suvda eritilganda necha gramlik eritma hosil bo'ladi deb so'ragan. Demak, 10-so'rov. 170 gram tuz bor ekan, o'g'an qo'shyapmiz 550 gramlik suvga. Demak, natijada paydo bo'ladi 720 gramlik eritma paydo bo'ladi. Demak, javob A bo'ladi ekan. Bu yerda aljasi ketganmi? Istiyotir. Aljasi bu odamda bo'ladi. Demak, 11-so'rov. 40 gram tuz deydi. Demak, bizda 40 gram tuz bor ekan. Necha gram suvda eritilganda 330 gramlik eritma paydo bo'ladi deydi. Tuz bor ekan, necha gramlik x gramlik suvda eritilganda 330 gramlik eritma paydo bo'ladi deydi. Demak, bu yerda ne qilamiz kerak? 330 dan ayirsak 40 ta. Bunda natijada x ning ma'nosi kelib chiqadi. Sonda 290 degan javob kelib chiqadi. 290. 290 ga 40 qo'shатын bo'lsak 330 degan javob chiqadi. Sonda javob bo'ladi bu yerda. Endi 12-so'rov. Demak, bizlarga aytib turibdi 120 gram tuz deydi. Necha gram suvda eritilganda 560 gram eritma hosil bo'ladi deb so'ragan. Demak, 120 gram tuz bor ekan. Uni necha gram, ya'ni x gram tuzda suvda eritganimizda deydi 560 gram eritma hosil bo'ladi deydi. 560 gram eritma hosil bo'ladi deydi. Demak, bu yerda yuqoridagi 11-masalaga o'xshaydi. 560 dan ayirsak 120 ni. Sonda natijada kelib chiqadi 440. Endi 440 ni x ning o'rniga qo'yib qo'ysak, lekin 440 ga 120 ni qo'shsak 560 degan javob chiqadi. Demak, variant bu yerda A varianti to'g'ri keladi ekan. Demak, 13-so'rov. 18 gram tuz deydi. Necha gram suvda eritilganda 70 gram eritma hosil bo'ladi deb so'ragan. Demak, 13-so'rov. Bizga aytibdi 18 gramlik tuz bor ekan. Uni qo'shyapmiz qandaydir bir x gramlik suvga. Natijada paydo bo'ladi deydi bizga 70 gramlik eritma hosil bo'ldi deydi. Demak, buni chiqaramiz uchun 70 dan ayiramiz 18 ni. Sonda javob kelib chiqadi 52 degan. Demak, 52 ni x ning o'rniga qo'yadigan bo'lsak, ya'ni 52 ni 18 ga qo'shadigan bo'lsak, 70 gram degan javob kelib chiqadi. Demak, javob bu bo'ladi. Keyingi so'rov, 14-so'rov. 13.5 gram tuz necha gram suvda eritilganda 35 gram eritma hosil bo'ladi deb so'ragan. Demak, 13.5 gram tuz bor ekan. Uni x gram suvda eritganimizda paydo bo'lishi kerak ekan 35 gram eritma hosil bo'lar ekan. Ya'ni eritma paydo bo'ladi deydi. Tak, 35 dan ayirsak 13.5 ta. Bunda natijada kelib chiqadi
21,5 degan javob kelib chiqadi ekan. Demak, x ning o'rnina 21,5 qo'ysak, ya'ni 13,5 ga 21,5 qo'shsak, 35 degan javob kelib chiqsa, demak, necha gram suvimiz qo'shilish kerak ekanligi aniq bo'ladi-da so'ng. Bu yerda. Bu suv. 13,5 bu tuz. Demek javob bu yerda D bo'ladi ekan. Keyingisi 15-so'rov. 15-so'rovda 37,5 gram tuzlar edi. Demak, 37,5 gram tuzga necha gram suvda eritilganda 92 gram eritma hosil bo'ladi deb so'ragan. Demak, 37,5 gramga x gram suv qo'shsak 92 gramlik eritma paydo bo'ladi deb so'ragan. Demek 92 dan ayirsak bizlar ulama eritmadan tuzlar sonini ayiradigan bo'lsak, demak bizlarda suvlar soni qoladi-da, shuning uchun shu yo'lda saylaymiz. Demek 92 dan ayirsak 37,5 da 54,5. 54,5 degan javob qoladi. Demek javob bu yerda C variant bo'ladi ekan. X ning o'rnina endi 54,5 ni qo'yib 37,5 ga qo'shsak 92 degan chiqsa, demak bu konkretniy javob degan so'zda bu. Bir so'z bilan aytganda. Demak 27-so'rov. 124 gram natriy gidroksid berilganiga 8 mol suvda eritganda necha gram eritma paydo bo'ladi degan. Demak 27-so'rov. Bizlarga 124 gram tuz berilgan ekan. Oған qo'shamiz 8 mol deydi. Demak 8 ni qo'ysak 18 ga. ...144 gram bo'ladi. 144 ga qo'shsak 124 da 268 gramlik eritma paydo bo'ladi ekan. Demak, A variant bo'ladi. Keyingi so'rov. 28-so'rov. 36 gram ammoniak bor ekan. Oған qo'shamiz 7,25 mol suv deydi. 7,25 da qo'yib jiramiz 18 ga. Sonda javob kelib chiqadi 130,5 degan. Demak 36 ga 130,5 qo'shsak, sonda eritma massasi kelib chiqadi 166,5 degan javob kelib chiqadi. Demak javob to'g'ri bo'ladi. Buni belgilashimiz kerak. Demak 16-so'rovga keldik. 16-so'rovda o'qib kerak. Eng birinchi masalalar shunda eng birinchi istaydigan jumlamiz hisobni yaxshilab o'qib kerak. Hisobni yaxshilab o'qisak, bizlar buni to'liq chiqaruv yo'lini ko'ra olamiz kerak-da. Yamasa o'zimiz yo'lini ko'ramiz kerak. Demak, 16-so'rov. Necha gram tuz dedi. Necha gram tuz 130 gram suvda eritilganda 175 gram eritma hosil bo'ladi deb so'ragan. Demak, 130 gram suvda eritilganda 175 gramlik eritma hosil bo'ladi deb so'ragan. Demak, 175 dan ayirsak 130 da. Ya'ni eritmadan suvda, eritmadan ayirsak suvda bizda hosil bo'ladi tuz. Tak, sonda 45 degan javob kelib chiqadi ekan. X ning ma'nosi 45. Demak, javob bu yerda C variant bo'ladi. Keyingisi 17-so'rov.
necha gram tuz 440 gram suvda eritilganda 205 gram eritma hosil bo'ladi deb so'ragan. Demak, qandaydir bir x gram tuz 440 gram suvda eritilganda paydo bo'lgan ekan 205 gram eritma. Demak, 205 gram eritmadan 440 gramlik suvda ayirib tashlaydigan bo'lsak, bizlarda kelib chiqadi 65 gramlik tuz. Demak, javob bu yerda D variant bo'ladi ekan. Keyingisi 18-so'rov. Necha gram tuz 125 gram suvda eritilganda 175 gram eritma hosil bo'ladi deb so'ragan. Demak, necha gram tuz 125 gramlik suvda eritganimizda paydo bo'ladi deydi 175 gramlik eritma. Endi 175 gram eritma bo'ladigan bo'lsa, eritma ikki zatdan turadi. Erituvchi ham erigan zatdan turadi. Demak, 175 gram eritma bo'ladigan bo'lsa, bu yerda erituvchi suv bo'ladigan bo'lsa, tuzning massasini topishimiz uchun eritmadan ayirib tashlaymiz 125 gramlik suvni. Shunda natijada tuzning massasi kelib chiqadi. Demak, kilogram bo'ladi ekan. Javob C bo'ladi. Demak, 19-so'rov. 19-so'rovdan yig'laydi. Necha gram tuz 340 gram suvda eritilganda 660 gram eritma hosil bo'ladi deb so'rabdi. Demak, nomer 19-so'rov. Necha gram tuz 340 gram suvda eritganimizda 660 gram eritma hosil bo'ladi deb so'ragan. Endi 660 gram bu jami eritma bo'ladigan bo'lsa, odan 340 gramlik suvda ayirib tashlaydigan bo'lsak, bizda tuzning massasi kelib chiqadi 320 gram. Demak, javob bu yerda D bo'ladi. Demak, 20-so'rov. Necha gram tuz 45 gram suvda eritilganda 72,5 gram eritma hosil bo'ladi deb so'ragan. Demak, qandaydir bir tuz belgisiz gramda 45 gramlik suvda eritilgan, natijada paydo bo'lgan 72,5 gramlik eritma. Endi bizlardan so'rayapti, necha gram tuz qo'shgan deb. Demak, 72dan 72,5 dan ayirib tashlasak 45 da. Bunda javob kelib chiqadi ekan 27,5 degan. Demak, bu yerda A varianti belgilaymiz kerak. Javob A bo'ladi. Demak, 21-so'rov. 21-so'rovdan nima deydi? 1,4 mol deydi. Ortofosfat. Ham 211,5 gram suvda eritilganda necha gram eritma hosil bo'ladi deb so'ragan. Tak, buni istaymiz uchun nima qilishimiz kerak? Endi bu yerda molar aralashgan 21-so'rov. Tak, 1,4 mol var ekan. Ya'ni H3O4 dan. Buning massasi 98 gram bo'ladi. Buni hisoblashni biladiganlarimiz, uni ko'paytirsak 1,4 ga. Shunda 137,2 gram demek tuz var ekan. Demek bizlarga aytib turibdi 211 gram 211,5 gram suvga 1,4 mol fosfat kislotani qo'shganimizda necha gram eritma paydo bo'ladi deydi. Demak
211,5 ga qo'shamiz 137,2 ni. Bunda natijada paydo bo'ladi eritmaning massasi 348,7 degan joyga kelib chiqadi ekan. Demak, variant A variant bo'ladi. Keyingisi 22-so'rov. Tak, bizga aytib 0,4 mol natriy sulfati berilgan ekan. 240 gram suvda eritilganda necha gram eritma hosil bo'ladi deb so'ragan. Tak, 0,4 gram natriy sulfat berilgan ekan. Demak, moldan bizlar o'tib olishimiz kerak gramga. Tak, natriy 2 tak, buning massasi 142 gram bo'ladi. Onu ko'paytsak 0,4 ga bunda gram kelib chiqadi. 56,8 degan. 56,8 gram tuz bor ekan. Oğan qo'shib atsak 240 gram suvda. Natijada paydo bo'ladi 296,8 gramlik eritma paydo bo'ladi. Demak, javob beradi A varianti belgilaymiz kerak ekan. Ikki javob chiqdi. Demak, 23-so'rov. 23-so'rovda 1,5 mol dedi vodorod fluorid berilgan ekan. 75 gram suvda eritilganda necha gram eritma paydo bo'ladi? Juda aniq so'rovlar bor. Bunday so'rov tushib qoladigan bo'lsa, vaqtingning ashlig'anida xolos. Demak, 1,5 gram vodorod fluorid bor ekan. Demak, vodorod fluorid bu massasi 20 gram bo'ladi. 20 ni ko'paytib solasing 1,5 ga 30 bo'ladi. Demak, tuzning massasi 30 bo'ladigan bo'lsa, 75 ga qo'shadigan bo'lsa, javob kelib chiqadi. 105 degan javob kelib chiqadi. Sonda variant bo'ladi. 24-so'rov bizlarga berilgan ekan. Kalsiy gidroksidi berilgan ekan. Tak, bu massasi 74 gram bo'ladi. 74 ko'paytib solasing 2,25 ga. Tak, 2,25 74 ga ko'paytsang 1,66,5 chiqadi. 66,5 degan javob keladi. Bu tuzning massasi. Oğan suvni qo'shib ko'rasan, ya'ni 460,5 gram suvni qo'shib ko'radigan bo'lsang, 627 gram eritma kelib chiqadi. Demak, javob C bo'ladi bu yerda. Demak, 25-so'rov. Aytib bizlarga 4,5 mol sulfit kislota bor ekan. 170 gram suvda eritilganda necha gram eritma paydo bo'ladi deb so'ragan. Demak, 25-savol. Aytib 4,5 gram bizlarda vodorod sulfidi bor ekan. Demak, bu massasi 34 gram bo'ladi. 4,5 molga 34 ko'paytirsin. Bunda javob kelib chiqadi 123 degan javob kelib chiqadi. 123 ga qo'shib ko'rasan, suv 170 gram suv bergan. Sonda javob kelib chiqadi bu yerda 323 degan. Demak, javob da bo'ladi. Keyingisi 26-so'rov. Tak, bizlarga berilgan 11,7 gram tuz berilgan ekan. Natriy fluorid. Tak, bu mol suvda eritganda necha gram eritma hosil bo'ladi? Tak, bizlarga aytibdi, 10 mol suv bor ekan. 10 mol suv. Tak, 10 molni bizlar ko'paytirsak 18 ga javob kelib chiqadi. Bunda bu yerda 180 gram suv. Demak, suvimizni qo'shib ko'ramiz 180 da 11,7 gramlik
tuzga qo'shaversak, bunda natijada paydo bo'ladi 191,7 grammlik eritma javob bo'ladi.